Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramımızda görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Aldı bilan xəbərlərimizdən qısqacha məzmuniga göz ataylı. Şərq Türkistan sürgündə hökumətin məsulları 5 iyul günü Gollandiyada Şərq Türkistanlıq qarindaşlar bilan birlikdə 5 iyul Ürümçi qırğınçılığını xatırlaş münasibəti bilan namoyish elib bardı. Arkadan millet vekili saylımı ötküzdü. 5 iyul çarşamba günü Ürümçi qırğınçılığının 14 yıllıqını xatırlaş münasibəti bilan muhaciratda yaşayotgan Şərq Türkistanlıqlar və Şərq Türkistan dostları Xitayning Şərq Türkistanda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyoga qayta anglatish, davlatlarning e'tirof qilishi, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun amaliy harakatga o'tishni, Şərq Türkistanning mustaqilligi uchun yordam qilishni talab qilib namoyish o'tkazdi. Tönde tepsili məzmununu dehqonlarga sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökumətin məsulları 5 iyul günü Gollandiyada Şərq Türkistanlıq qarindaşlar bilan birlikdə 5 iyul Ürümçi qırğınçılığını xatırlaş münasibəti bilan namoyish elib bardı. Arkadan millet vekili saylımı ötküzdü. Namoyish şu yer vaqtda saat 12'de Tinchlik saroyi oldidagi maydonda namoyishni tashkil etuvchi Yasha Uyg'ur tashkiloti mas'uli Salom G'aniyning so'z qilishi bilan boshlandi. Salom G'ani namoyishning tartibi, yurish liniyasi, ara bekat, oxirgi nuqta haqida ma'lumot bergandan keyin Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur Reisi G'ulom Osman Efendini sözgə təklif qildi. G'ulom Osman Efendi 5 iyul Ürümçi qatliamını xatırlashning ahamiyati haqida to'xtalib, 5 iyulning xalqimiz ustida elib berilayotgan yo'qotish siyosatining bir sakrash nuqtasi ekanligini, shuningdek keyin qatliamlarning ochiq-oshkora boshlanib, borgan sari shiddatga chiqqanligini, Xitoyning Şərq Türkistandagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish, mavjudligimizni saqlashning birdan-bir usulining Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini, buning uchun bor tirishchiliklarni ko'rsatish kerakligini aytib o'tdi. Undan keyin yoshlardan biri ingliz tilida axborot e'lon qildi. Shundan keyin yurish boshlandi. Yurishning o'ttiri bekiti Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi bo'lib, sud binosi oldida to'xtagan namoyishchilar birdan shuar to'lashdi. Undan hamra bo'lib kelayotgan soqchilarning ko'rsatishi bilan namoyishchilar uchun belgilangan bo'shliqqa yo'tkilib, faoliyatini davom qildi. Bu yerda Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin baş ministri Salih Xudoyor Xalqaro jinoiy ishlar sudiga qaratilgan bayonotini inglizcha o'qib o'tib, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidan Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan tekshirish elib berishni, jinoyatchilarning jazolanishini talab qilganligini aytdi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga topshirilgan xat topshirib berilgandan keyin namoyishchilar yana yurishni davomlashtirib, Tashqi ishlar ministrligining oldiga yetib kelib, bu yerda namoyishga kechikkan qarindoshlarning to'pi bilan uchrashdi. Shuning bilan namoyishchilar qo'shinni so'raydi. Tashqi ishlar ministrligining aloqador xodimlari inglizcha bayonot o'qilayotgan oraliqda chiqib kelib, namoyish tashkilotchilari va Şərq Türkistan sürgündə hökumatining bosh ministri Salih Xudoyor bilan ko'rishib paranglashgandan keyin Tashqi ishlar ministrligiga berish uchun tayyorlangan xatni topshirib elib qaytdi. Namoyish tamomlangandan keyin namoyishchilarga Şərq Türkistan sürgündə hökumati millat vakili saylım elib berilganligi uqtirildi. İxtiyor qilgan Şərq Türkistanning siyosiy taqdiriga ko'ngil bo'ladigan qarindoshlarning saylamga qatnashishi chaqiriq qilindi. Az bir bölük kişiler qaytib ketgan bo'lsa-mu, ko'pchilik namoyishchilar oldin tayyorlab qo'yilgan zalga berib, millat vakili saylamiga qatnashdi. Her doimgidek Şərq Türkistan sürgündə hökumatining Cumhur Reisi G'ulom Osman Efendi savol so'rg'uvchilarning sürgündə hukumat haqidagi savollariga, xususan o'ttirda kezayotgan nomussiz fitnalarga javob berdi. Hukumatning qurilishidan tartib bugungacha bo'lgan sarguzashtisini, hukumatning beshiga kelgan dushmanliklarni, bugungi atalmish xalq saylami tarafdorlarining aslida hukumat tarafidan jazolanib, hukumatdan qo'g'lab chiqarilgan jinoyatchilar ekanligini dalillari bilan so'zlab berdi. Ondan millat vakillarining shartlari o'qib o'tilib, saylam rasmiy boshlandi. Qarindoshlarning tushunchasi oydinlashganligi uchun qizg'inlikdan nomzod ko'rsatildi. Nomzodlar ovozga qo'yilib, barliq tartiblar tamomlangandan keyin qarindoshlarimizdan Osman Qarimning Şərq Türkistanning Xitoy tajovuzchilaridan ozod bo'lishi, xalqimizning hurlikka chiqishi, xalqimizga jasorat, aql talab qilish duosi bilan murosim oxirlashdi. Gollandiyadagi ziyorat jarayonidan xalqimizning sürgündə hukumatga bo'lgan tunishi va hukumatga bo'lgan talpinishining kun sayin eshayotganligi, hukumatning xizmatlariga moslashib, vatanning mustaqilligini asliga keltirishga bo'lgan irodasining aniq namoyon bo'lganligi ko'zlandi. 5 iyul çarşamba günü Ürümçi qirg'inchiligining 14 yilligini xatırlash munosabati bilan
Muhaciratda yaşayotgan Şərq Türkistonliklar və Şərq Türkiston dostları Xitayning Şərq Türkistonda yürgüzüyotgan irqiy qirg'inchilikni dunyoga qayta anglatish, davlatlarning e'tirof qilishi, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun amaliy harakatga o'tishni, Şərq Türkistonning mustaqilligi uchun yordam qilishni talab qilib namoyish o'tkazdi. Oldi bilan Kanadada o'tkazilgan Şərq Türkiston sürgündə hökumətinin faoliyatini diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkiston sürgündə hökumətinin muavin cumhur rəisi Abdulahad Nur Əpəndi axbarat e'lon qildi. Xalqimiz orasida qo'rqinch paydo qilib, bir tarafdan o'ltirib, yana bir tarafdan aldab, xalqimizning yurgini mujib, Xitoylarga xos diktatorlik tuzumi bilan xalqimizning vijdon ovozini bo'g'ib, terrorlik harakatini sürdürüp kelmoqda. Mushundaq bir qiyin sharoitda milliy qahramonlarimiz, shundaqla qadrli shahidlarimiz Sharqiy Turkiston xalqiga rahbarlik qilib, 2009-yil 7-oyning 5-kuni Urumchida Xitoy istixboroti rahbarligidagi irqchi Xitoylarning Shovganda Uyg'ur ishchilarini qatlam qilishiga qarshi tinch yo'l bilan namoyish qilish harakati boshlatgan edi. Afsuski, bu haqqoniy harakat Xitoy tajovuzchilari tomonidan qonliq bostirildi va Xitoy tajovuzchilari o'zining naqadar zolim va qonxo'r ekanligini shu kunida isbotlab bo'ldi. Haqqoniy namoyishchilarimizning fikrlarini va arz shikoyatlarini anglashning o'rniga namoyishchilarimizni vahshiylarcha o'ldirdi. Hatto bu namoyishni bahona qilib, bu namoyishda qatnashib boqmagan minglarcha xalqimizni qatlam qildi. Minglarchasini turmalarga tashlab o'ldirib, Xitoy davlat siyosatida alliburun planlanib bo'lgan irqiy qirg'inchilik siyosatini ijro qildi va begunoh xalqimizga qarshi davlat terrorchilik olib bordi. Gerçi Urumchi namoyishi Xitoy tajovuzchilari tomonidan bostirilgan bo'lsin, bu bostirish Xitoy tajovuzchilarining haqiqiy niyatini, Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkiston xalqining dushmani ekanligini isbotlab, Sharqiy Turkiston xalqining uyg'onishiga turklik rol o'ynadi. Ey dunyo xalqi, biz Sharqiy Turkiston xalqi bo'lish sifatimiz bilan bu kunni xotirlash orqali qahramon ajdodlarimizga, qahramon shahidlarimizga va ajdodlarimizga varis qiladiganligimizni butun dunyoga e'lon qilamiz. Shundaqla Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tomonidan bosilingan va ishg'ol qilingan bir davlat ekanligini xalqaroga e'lon qilamiz. Va xalqarodan Sharqiy Turkistonning bosilingan bir davlat ekanligini e'tirof qilishni talab qilamiz. Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilmagan bo'lsa, Sharqiy Turkiston xalqining beshiga bu irqiy qirg'inchilik kelmagan bo'lardi. Shuning uchun biz da'vogar sifatida ve haqdor salohiyatida bu haqiqatni xalqaroga mushundoq e'lon qilamiz. Ey Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar, biz Sharqiy Turkistonlik vatandosh bo'lish sifatimiz bilan butun davlatlardan va xalqaroliq tashkilotlardan mushundoq talabda bo'lishimiz kerak. Buni qilmasak, o'zimizning insonligimizga va o'z da'voyimizga xiyonat qilgan bo'lamiz. Sharqiy Turkiston haqidagi bu haqiqatni oshkor qilmasak ve bu haqda to'g'ri guvohlik bermasak, davlat va millatni satgan bo'lamiz ve Xitoy tajovuzchilarining aldamchiligiga sherik bo'lgan bo'lamiz. Ey dunyo xalqi, bizning xor bo'lishimiz ve irqiy qirg'inchilikka uchrashimizning birdan bir sababi bizning Sharqiy Turkistonning egasi bo'lganligimizdir. Ve Xitoy hokimiyatining tajovuzchi bir yot kuch, düşman bo'lganligidir. Biz amaliyotda Xitoy emas va jungolikmi emas. Bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti Xitoy tajovuzchilari tomonidan bosilingan. Ammo Xitoy hokimiyati bu zaminni jungoning ayrilmas bir qismi deb xalqaroni aldab kelmoqda. Biz hayotli qolsak, bir kuni bu haqiqat oshkorlanib ketadi. Şuna Xitoy tajovuzchilari bizni tizdan yo'q qilishni planlagan va bu planni irqiy qirg'inchilik bilan ijro qilmoqda. Bu ahvoldimi sizlar bizga yordam bermasanglar va biz Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltiramasak, yaqin zamonda Xitoy tajovuzchilari irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosati bilan bizni tamamen yo'q qilib etadi.
Shuning uchun biz bu haqiqatni xalqaraga ochiq va qat'iy ravishda mushundaq tushundiramiz va insonligini pulga sotmaydigan davlatlardan yordam talab qilamiz. Ey dunyo xalqi, Xitoy tajovuzchilari bu haqiqatni xalqaraga ta'tir tushundirib, Sharqiy Turkistonni Xinjiang deb atavatdi. Sharqiy Turkistonni Xitoyning bir parchasi deb aldavatdi. Xalqaramo aldinib buni Xitoyning ichki ishi ekan deb o'ylab qolyotdi va aralasholmayotdi. Aralashganlarni tajovuzchilikka va ishg'oliyatga qarshi turish nuqtasidan emas, faqatla inson haqlari dafsandachilikları nuqtasidan og'zaki aralashyotdi. Ammo Xitoy tajovuzchilari buni e'tirof qilmay, yanada bizni terrorchi, bölgünchi va diniy oshqun qalpoqlari bilan qaralayotdi. Shuning uchun biz Xitoyning tajovuzchi ekanligini, Sharqiy Turkiston xalqining Junxo millati emasligini, vatanimizning Xinjiang emas, Sharqiy Turkiston ekanligini, bizning davoyimizning kishilik huquq masalasida emas, balki tajovuzchilikka qarshi kurash ekanligini, vatanimizning mustaqilligini asliga keltirmay turib, insoniy huquqlarimizning kafolatga ega bo'lolmaydiganligini ve bizning yo'q qilinishimizga yo'l qo'yilsa, Xitoyning butun dunyoga baloya ofat bo'ladiganligini tushuntirish orqali butun dunyo xalqini Xitoy tajovuzchilari otliq bu baloya ofatdan ogohlantiramiz. Ey Sharqiy Turkiston xalqi, ey mazlum Uyg'ur millati, Xitoyning davlat siyosati sifatida ijro qilayotgan bu irqiy qirg'inchilikdan qutulishimiz uchun ve davlatimizning mustaqilligini asliga keltirishimiz uchun dünyadaki butun Sharqiy Turkiston xalqi safarbar bo'lishimiz lozim va bu nuqtani xalqaraga mush shaklda tushuntirish orqali hem o'zimizga hem xalqaraga yordam qilishimiz lozim. Qarindoshlar, dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari tarafidan beshimizga kelgan musibatli og'ir kunlarni unutmaylik. Marhum shahidlarimizni xotirlaylik ve ulardan örnek alaylik. Qahramonlarimizga ega chiqaylik. Xitoy tajovuzchilari belgilab bergan qahramonlarga emas, o'z vijdonimiz va o'z aqlimiz belgilagan qahramonlarimizga ega chiqaylik. Bizning beshimizga kelgan butun baloya ofatlarning kelish sababi vatanimiz Sharqiy Turkistonning Xitoy tajovuzchilarining ishg'oli ostida bo'lib qolishidir. Bu sababdan Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish hammamizning ustiga farzdir. İgimiz Allah'ını razı kılalışımızmı bununla bağlı? Resulullah'a ümmet bulup şefaatine erişalışımızmı bununla bağlı? Bu dünyada insandak yaşayalışımızmı ve insandak yüzümüzü kötürüp yürüyalışımızmı bununla bağlı? Aziz qarindoshlar, biz Sharqiy Turkiston xalqi Sharqiy Turkistonga ega chiqaylik. Sharqiy Turkiston mustaqilchilariga ega chiqaylik. Ko'rinishda Uyg'ur da'vogarlari ko'rinib, mahiyatdan Sharqiy Turkiston masalasini Xitoyning ichki ish qilib ko'rsatishga material to'playdigan, Uyg'urlarga bir xil, chet elliklarga boshqa xil so'zlaydigan Uyg'ursimon viruslardan uzoq turaylik. Örnek elish uchun bizga Rasululloh ve Resulullah'ın izbasarları yetip aşıdı. Ergeşiş üçünmü şu izbasarlar yetip aşıdı. Sabit Damullam'dın, Abdülkadir Damullam'dın, Elihan Torem'dın, Zeydin Yusuf'lardan ve başka bütün şehitlerimizden örnek alaylı. İnkılapçılarımızı, kahramanlarımızı ve milli rehberlerimizi kadirleyli. Vafadar bulaylı, sadık bulaylı, fidakar bulaylı, hoşyar bulaylı. Allah'tan basiret ve paraset dileyli, iman ve hidayet dileyli. Qerindishimiz Rashida axborotning inglizchasini e'lon qildi. Uningdan keyin qerindishimiz Nur Amina muhim bayonot e'lon qildi. Oxirida Sharq Turkistonliklarning taqdiriga ko'ngil bo'ladigan qarindoshlarimiz muhim bayonot e'lon qildi. Endi diqqatingizga Amerikada o'tkazilgan Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining 5-yil Urumchi qirg'inchiligini xotirlash faoliyatini sunamiz. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining qonuniy moslashtiruvchisi Haydarjon Eli, Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlarga mas'ul Aziz Sulayman, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining ayollar va bolalar ishlari direktori Amannisa Muxlisi, Sharq Turkiston yoshlar qurultayining raisi Tumaris Almas,
Şərq Türkistan Yaşlar Qurultayının Ammaviy ishlar direktori Amanulla Qashqari qatorliqlar muhim bayonot e'lon qilib, 5-yil Urumchi qirg'inchiligining orqa ko'rinishi, qirg'inchilik jarayoni, Xitoyning yovuz niyati, Xitoyning Şərq Türkistonni ishg'ol qilib olgandan keyin Şərq Türkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini anglatdi. Xalqaro jamiyat va davlatlarning jiddiy harakat qo'llanib, Xitoyning Şərq Türkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishini, Şərq Türkiston mustaqil bo'lmaguncha irqiy qirg'inchilikni to'xtatishning mumkin bo'lmaydiganligini, shunga Şərq Türkistonning mustaqilligining asliga keltirilishi uchun yordam talab qiladiganligini aytishdi. Şərq Türkiston sürgündü hökumətinin tashqi ishlarga mas'ul Sulaymon Aziz əfəndining so'zlarini diqqətinizə sunumuz. Ularning davası üçün ko'chiq to'kilib namoyish qildi. Bu ayollarning qo'lida hech qanday bir qurol, hech nima yo'q. Tinch namoyish qildi. Ular o'zlarining erlarining, o'g'illarining davosini qildi. Lekin bu ayollarning namoyishi bostirilish bilan qatlam bilan oxirlashdi. Qarindoshlar, biz ayollar namoyish deganda Xitoy tankisini kaynik chekindirgan hastayaq anamiz, Xitoyning ko'ziga qo'llarini tiqqan ko'z bayqiliq qiz ko'z oldimizga keladi. Qahramonlik, botirlik shajarasini mana shu qahramonlarimiz, shu qarindoshlarimiz tarix betiga yozib qo'ydi. Qarindoshlar, mushu voqeadan, mushu qatlamdan biz nima o'rgandik desanglar, agar bir xalq o'z davlatining mustaqilligidan ayrilib qolsa, tajovuzchi Xitoyning tajovuzning ishg'olida tapanasida yashasa, uning hech qanday huquqi bo'lmaydi. Kishilik huquq, diniy erkinlik huquq, huquqim deb demayli qo'yli. Hatto shu huquqlarni talab qilish huquqim bo'lmaydi. Senin dövletin koldan ketganda, seni öl dese ölüse, nefes alma dese nefes almaysa, senin yürükün, senin cigirin, senin böğürkün, maskep kaldı, dese, yavaş sizden karvat yetip verse, yürükün, cigirin, böğürkün, mecburusu grup elinip, dünya pazarında ezan sesildi. Mana bu hakikat. Biz dövletin, tajavuzunun kolası kalganda, devletinin müstakilliğine ayrılganda, hatta uruk tuqqanlaring sen bilen ko'rish huquqidan ayrıldı. Mana men öz uruk tuqqanlarimdan ko'rishmagili 7 yil bo'ldi. Öz apamning, anamning, uruk tuqqanlarimning hayot to'masligini bilmayman. Hatta aramızda bazı qarindoshlarimiz bor, öz anasining tugab ketganiga 2 yil bo'lgandan keyin andin anasining tugab ketganligini uqqan qarindoshlarimiz bor. Mana bu haqiqat. Öz devletin bo'lmasa hech qanday huquqing bo'lmaydi. Biz Şərq Türkistanning mustaqilligini asli keltirganda, qo'limizda mana shu lapildab turayotgan ay yulduzlik ko'k bayroqni vatanimiz Şərq Türkistan osmonida lapildatganda, andin haqiqiy erkinlikka erisha olamiz. Haqiqiy demokratiya, haqiqiy insondek yashay olamiz. Qarindoshlar, bugun bizning namoyishdan hech qanday foydasi yo'q. Namoyishni ko'zga ilmaydigan qarindoshlarımızga mening gapim yo'q. Qarindoshlar, bugun mushu namoyish sizlar o'zlaringning Sharqiy Turkistonlik burchini, insonlik burchini ado qilinglar. Bizning mushu namoyish qilimiz Sharqiy Turkistonning mustaqillik uchun olgan kichikkina bir qadamimiz. Buni hargiz kichik ko'rmaydi. Bu namoyish qilgan qarindoshlar hammaning qadamidan Alloh rozi bo'lsin. Oxirida bizning jarohatlangan yurtimizga azraqim bo'lsin bir malham bo'lish uchun men Qur'oni Karimning 105-surasini o'qib so'zimni aqlashtirman. Bu suradagi sura pil, ayni vaqtdagi pil, hozirgi zamondagi tankka, bronik, hozirgi zamondagi aviamatka, hozirgi zamondagi oliy darajalik kurashchi aeroplanga simvol qilindi deb tushunsangiz bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Pərverdigarın piliglərini qandaq qılğanlığını görmədimmi? Ularının hiylə məkrini bərbad qıldımı, qılmadımı? Ularının üstüge top quşlarını əvətdi. Quşlar ularga sapal taşlarını etib, ularını çaynıb etilgan
samandek kılıvetti. Biz Cenab-ı Allah'tan Şarkı Türkistan'a, müstakillik Şarkı Türkistan halkıga bəxt saadet tilaymiz. Düşmanımızı xuddi çaynab yanşıb etilgan samandek qilib o'tishini tilaymiz. Amin. Allah hammanglarga ko'p rahmat. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Amerikadagi Uyg'ur jamoat arbobi, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining qurg'uvchisi, Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyarning dadasi Sayfullo Abduqodir apandi Turkiya hukumatining va turk xalqining haqiqiy qarindoshligini yetkazib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini, Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan besilgan davlat ekanligini e'tirof qilishni talab qiladiganligini aytdi. Ne yazık ki Türkiye bir şey yapmadı. Aksince Türkiye'deki bazı partiyeler Doğu Türkistan'daki çıllarının yapıvatkan soykırımını Türk parlamentosunda avazga koydu. Ne yazık ki şimdiki Erdoğan hükümeti MHP'ler onun karşı avaz bilen onu reddettiler. Biz Türkiye'den, Türkiye parlamentodan, Türkiye halkıdan bizge gerçek karındaşlık şeysini göstermesini, samimiyetini istiyoruz. Ne yapar? Türkiye parlamentoda soykırımını tanımasını, Doğu Türkistan'ı Çıllanın işgal altındaki bir devlet olarak tanımasını istiyoruz. Ey aziz Türk halkı, karındaşlarım, Doğu Türkistan halkı insaniyet tarihinin en acımasız soykırımını yaşıyor. Lütfen ses çıkarın, sesinizi çıkarın. Biz Doğu Türkistan halkı sizin karındaşınız. Hem dil karındaşınız, hem kan karındaşınız, hem insani karındaşınız biz. Sharq Turkiston surgunda hukumati, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining 5-iyul kunidagi namoyishi UPI eng yangi xabarlar kanali va Breitbart xabar kanali qatorliq nurg'ulg'an matbuotlarda xabar qilindi. Shvetsiya Uyg'ur komiteti va Shvetsiyadagi Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi birlikda 5-iyul kuni Shvetsiyaning poytaxti Stokgolm shahrining parlament binosi oldida namoyish o'tkazdi. Shvetsiya Uyg'ur komitetining raisi Abdushukur Samsaq apandi muhim axborot e'lon qilib, xalqaro jamiyatdan, davlatlardan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun amaliy harakat qo'llanishni, Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini qo'llashini talab qildi. Avam xalq va mustabid hokimiyat. Mutafakkur Abdurahmon Kavakivi mundaq deydi: Avam xalq mustabidning ozuqi va kuch manbasi. Mustabid ular orqali kuchlanadi. Ular orqali boshqalarga besim qiladi. Mustabid avam xalqni asir olsa, ular mustabidning sha'nu shavkati uchun takbir to'laydi. Mustabid ularning mol-mulkini musodir qilsa, ularning hayotiga chekilmaganlik uchun hamd sana aytishidi. Ularni xo'rlab tursimi, uni ulug'lab, maqtab ko'kka ko'tardi. Ularni bir-biriga urush qilsa, uning dono siyosati bilan faxrlanadi. Agar mustabid millatning mol-mulkini isrof qilsa, uni sehi deyishidi. Agar mustabid odam o'ltirib, baq qiynab o'ltirmagan bo'lsa, rahimdil deydi. Ularni o'lim xatiriga haydab maqsa, jazolanishdan ansirab bo'ysunadi. Agar ba'zi vijdonli kishilar mustabid hokimiyatga qarshi chiqsa, ular avam xalq tarafidan xuddi ular zolimdek qarshilikqa uchraydi. Xulosa shuki, avam xalq angsizligi va nodonligidan kelib chiqqan qo'rqinish sababidan o'zlarining qo'llari bilan bo'g'izlab tashlaydi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.